Maka poyani ko'ryapsizmi? G'ayrat o'sha tomonga ketdi. Aytishlarga qaraganda o'sha yerda chuvama bor. U yer sovuq, lekin Asadbek do'koni ham bor ekan. Hozir men Chuvamadaman. Chuvamada eski gulchilar bor-ku. Hozir Asadbek bo'lib qolgan. O'sha arzon deb aytishadi. Ha, nima g'o'lashyapsiz? Ha? Ustiga bir narsa kiyib olsang olasan. Uni buni qilib turibdi ana. Voy, otma. Ular buni konditsionerdan. Meni bu konditsioner o'tiraymi? Bu kerak bo'lyapti, ana sovuqda issiq chiqaradi bu. Otma deyapman men seni. Artel, Shivaki hala dedilar. Nimaga bu yerda arzon? Ayta, otmaydi, gapirib olayapman. Otmaydi, otasan. Nimaga 500 ming arzon? Chunki arendaga to'lanmaydi. O'zlarining do'koni, ishlarga oylik bermaydi, o'zlari sotuvchi. Tushundinglarmi? O'zlari sotuvchimish. Telefonlar deysizmi, dazmonlarni qarang. Jo'n dazmonlar, par dazmol, xullas, idish tovonlar hammasi. Otmaydi. Kallangga qo'qon do'ppi. Televizorlar bor, mana televizorlarda hammasi Shivaki, xullas hamma narsa yana Yana tegmadi. Tekiz olmadi qara. Hey, yana nimalar bor? Hey, bu yerda anaqa kir mashinalaridagi avtomat ham, avtomat emas, jo'li ham bor ekan. Hamma narsa bor. Mikrovalni olib keldingizmi? Duxovkani kattasi ham, kichigi ham hammasi bor. Xullas duxovkalar bor. Idish tovoqlar deysiz, hamma narsa bor. Mana bu otma deyapman men senga, otmay tur, gapirib olay. Sen chepsan sen ular. Bunninga suyalar tiqib olib. Voy, mana qilib, ona qaraysan, qo'qab deyapsan. Naga kelish, naga. Chuvamaga. Asadbek deb qo'yibdi. Eski gulchilar. Kel, kel, duxingga. Voy.